Bugungi tadbirda O'zbekistondan ushbu filmni ijodkorlari, aktyor, aktrisalari va kino ustalari tashrif buyurishgan. O'zligini shaxsan ularning ishtiroki orqali bugun filmni ochib berishadi. Men o'ylaymanki, bu film o'zini tomoshabinlarini topadi degan umiddaman. Sababi hajviy, ya'ni hazilomuz, kayfiyatni ko'taruvchan film hisoblanadi. Bugungi kunda bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yuqori, ya'ni O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi vaziyatlar, siyosiy munosabatlar yuqori saviyada o'tayotganligi o'z navbatida madaniy sohada ham o'zini mevasini ko'rsatmoqda. Bu o'zbek filmi Qozog'iston shahrida birinchi premyera hisoblanadi. Oxirgi yillar mobaynida inobatga oladigan bo'lsak, o'ylaymanki, kelgusida shunga o'xshash filmlar, shunga o'xshash madaniy sohani rivojlantirishiga o'z hissasini qo'shadigan tadbirlar ikki mamlakat o'rtasida yanada bundan-da ko'proq bo'ladi degan umiddaman. Hurmatli o'qirmonlarim, bugun sizlarga bomba жаңалығым бар. Наконец-то men bugun ajrasdim. Сондай қызғаншақ залымда Atana nәлет. Сондай tarbiyali. Bugun Olmaotada premyera bo'lib o'tdi. Shunaqa chiroyli premyera bo'ldi. Mehmondo'st xalq bizni chiroyli kutib olishdi. Filmimizni ham chiroyli qabul qilishdi. Hammaga yoqdi. Qarsaklar, kulgular eshitildi orasida va bizga juda ham yoqimli bo'ldi ular bilan birgalikda filmni tomosha qilish. Barchaga omad tilayman va asosiysi sog'lom bo'lib yurishlarini tilab qolaman va yaxshi kayfiyat albatta.